Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga seshanba 13-may 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Xonobod qishlog'idan Muhammadjon akamizni xonadonlariga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, o'zlari kameraga olmay qo'yinglar. Endi narxlarini xudo olsa chiroyli qilib yoritib beramiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariyada fikr yoki takliflaringizni qoldirasizlar degan edim. Hurmatli obunachilar, 3 dona semiz zot yo'nalishida qo'chqor so'raganlarga bir joyda turgan qo'chqorlari bor ekan, yem yeb turgan oyoq polvonlardan bor ekan akalar. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib bersanglar, xudo olsa bularning ma'lumotlarini video davomida berib o'tib ketamiz. Muhammadjon aka, bular yoshlari necha yoshda? 4 yoshdan. 4 yoshdan aka? 4 yoshdan hammasi yem yeb turgan qo'chqorlar. Ha, 4 yosh to'ldirgan. Primenni Trivesal 130 kilo, 140 kilo berdi. Ortiqroq ham. Undan ham ortiqroq ham bo'lsa kerak. Undan ortiqroq ham bo'lishi mumkin. 4 yoshdan akalar bularni hozirda to'g'risi mali go'sht yo'nalishiga pishgandan ko'ra, endi go'shtga ham tapishaverasizlar. Kuzgacha junini olib turib boqsang haqiqiy zot qo'chqorlar ashlar bo'ladi. Hozir junida bu qo'ylarcha kalta ko'rinyapti, bo'ylari 1 metrdan yonaveradi. Qo'y baslari. Junni ichida turibdi qo'ylar akalar. Junlarni olib qo'ysam juda chiroyli olib, junlarni olib qo'ymasam. Mana 4 rovna. Junlarni ham oldirib beraveradilar. Telefon qilsang narxlarni kelishsang, xudo olsa. Qo'chqorlar akalar nihoyatda zo'r. Bu ikkoli chenalar bo'lganmi aka? Ikkoli chenalari? Yo'q, ular. Bunaqa qarasa bo'linmagan. Yeb ichlari lekin garantiyasi bor. Xudo olsa yeb ichlariga bir hafta davomida sinab olaverasizlar akalar. Qo'chqor turishini qaranglar. Qisqacha videorolik orqali narxlarni yoritib beramiz do'stlar. Xo'p, aka 3 o'g'il bir joyga yig'ilganga necha pul qilib beramiz bularni? Bularda endi bular yo'q pulni gapini 10 million, 12 million yo'q pullar gapirmaydi. 9 milliondan beraveramiz. 9 million so'mdan. Junlarni olib qo'yib to'g'risi dollarga qo'yilyapti. Bular endi toza arashan zotga mansub qo'chqorlarimiz akalar. Mashina o'tkazib yuboramiz. Mana. Toza arashan edilgan to'g'risi romini bunaqa zot deyolmayman. O'zi aqldan yetgan ko'rib olaverasizlar. Mana akalar. Salkam 100% dehqon demaylik, salkam dehqonni xonalarda o'zlari mol boqib sotadilar. Bu ashi bir joyda uchrab qolgan ekan, tanishlarida. Shularni sotilyapti akalar. O'zi sharoitim bo'lganda boqardim. Manda qo'yxona yo'q, mol turadi xolos deyaptilar. Shuning uchun akalar, pul zaruratini sotilyapti bu qo'chqorlar. 9 million so'mdan chindan xayrini qilib beramiz aka. Odam yuzasi o'zlari kelib ko'rib olsa, xudo olsa telefon qilinsa, kelishiladi aka. Ha, xudo olsa. Xudo olsa akalar, telefon qilsalaring dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda dastavkalarni qilib berilaveradi. Adonlar mana tavsiya qilib qolaman, manzilimiz Yazyovon, Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Xonobod qishlog'i, Do'stlik mahallaga. Yo'q, mahalla Sohibqiron ko'chasi. Sohibqiron ko'chasi deydi. Sohibqiron ko'chasi. O'zlarim nomerlarni pastda qoldiraman, telefon qilib kelib ko'rib olsalaring ham bo'laveradi, xudo olsa. Hali yo'qdi deganga pulini hali realni oldim, gap deganga jo'natib yuborishaveradi. Kelar shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh O'skan Oshadbek Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.